Assalomu alaykum aziz ukalarning obunachilari. Bugun biz sizlar bilan yana Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Langerbobo qishlog'idamiz. Mana bizga 9 ta boqma buqalarimiz kelgan. Bularni sizlarga Sharif akam tushuntirib, tanishtirib beradi. Sharif aka, endi boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Azamat yuzli obunachilari, like bosib turasizlar. Mana shunaqa boqma buqa kimga kerak bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Xudo xolisa yetkazib beramiz. Azamatjon bir qator mollarni ko'rsating, keyin narx bilan tanishtiramiz. Boshidan boshlaylik. Mana obunachilar, birinchi buqamiz orqa ko'ti hamma yo'q, zo'r. Oldilari ham. Mana ko'rishlari mumkin, tuyoqlari. Mana Xudo xolisa mana shu buqani olishni mazza qilib boqishadi. O'ta hamma yo'g'i kelgan. orqalarini tanishtirib qo'yaylik. Mana ko'rsating oldi. Bu narxi ham o'ta qulay. Bir voshda kelgan shu narxini aytib bering. Mashinga 14,5 million so'm. 14,5 million so'm yo'li bor. Kelishadigan joyi bor, ha. Xudo xolisa o'tib beramiz. Ikkinchisiga o'taylik. Hop, ikkinchisi mana ko'chati zo'r. Bundan sal balandroq. Misol uchun oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat mashina. Ko'chati zo'r buni ham. Birinchisi yaxshiroq shekilli menimcha. Ha, orqa boshi zo'r buni. Hop, endi suyakliroq bu. Bo'yi uzunroq ekan-da. Bo'yi bundan 1-2 sent balandroq. Bir o'nga olishaveradi. Hop, buni narxi 14 million 400 ming so'm. 14 million 400 ming. Yana kelishadigan joyi bor. 15 million aytilayotgan buqalar 14 million 400 ming. Hop, uchinchisi to'qol variant. To'qol. Bu yoqda xohlasa, yeb ichari zo'r. Mana tovushlar qaytarib turibdi. Hammasi yosh, kurash chiqazmagan. Hop, bunimizni narxi 14 million 200 ming so'm. 14 million 200 ming. Yana o'tib beraman, Xudo xolasa. Hop, mana. Obunachlar ko'rishlari mumkin. Mollar so'q. 4-buqam. Ulardan o'choqroq, boqma bu ham. Bo'yi necha buni? Biri 10 pilis bu. Biri 12 ga 13 ga olishaveradi, biri 10 ga olishaveradi, biri 10 pilis lekin. Hop, buni narxi 14 million 500 ming so'm. 14 million 500 ming. Yana kelishadigan joyi bor. Ko'rishlari mumkin. Oldilari. Mana orqa ko'rinishlari. Hop, bu buqamiz mana ko'rsating buni ham. Bu shvedmi yo bunisiga chachishgan buqa? Hibrid, xudo xolasa. Endi hali ko'zimiz bilan nima qilmaganmiz, shu egalari aytishdi, chachishgandir. Arqonga tushmagan ekan. Shuning uchun Molni bir boshda bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Qo'pol, qalin mol mana shu ham xudo xolasa. Endi hali videoda katta kichik ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bexijolat kelib ko'rishaveradi mollar. Solishtirib, bu kanalga solishtirib berishga kerak. Kanalimiz yangi. Xudo xolasa. 14 million 600 ming so'm. 14 million 600. Yana kelishadigan joyi bor. Bunisi-chi? Mana menga rangini, nimasini qizig'i yo'q deydigan akalarga 120 filis bo'yi. 120 ga beraman. Oyoq qo'l uzun. Ha, misol uchun yemga tayyor variantida bu. Buni narxi 14 million 500 ming so'm. 14 million 500. Yana o'tib beraman agar. O'zi yelkangizga kelib bo'lar ekan salkam. Ha, lekin molni g'ovda boshidir, prosta ovqatni qarib qolasiz. Bu mana bu 3 ta shved buqamiz bor. Shved. Hop, ikkitasi yem yeb turgan jicha-jicha. Bunisi dalamon. Bash birinchi mashinasi ko'rsataylik birinchi. Mana buni ham ko'ring, biri 15 plus, biri 16-17 chiqaveradi buni bo'yi. Shved boradi, oyoq qo'li uzun. Buni ham badat etmaymiz, 15 million so'm. 15 million so'm kam bor. Kelishadigan joyi bor, ha. Nargilarga o'taylik. Bular kattaroq ekan-a bulardan, ha? 120 plus bunisi. Bunisini 120 ga olishaversa. Lekin mana mollarni ko'rsating, xudo xolasa, Shved boradi. Chicha yeb turgan. Ikkovi bitta odamning moli. Xudo xolasa mana shu ko'rinib shunday. Tashni kuragi ham bo'lish kerak adashmasa. Mana oldi ko'rinishlari. Bo'yni ham chiqib qolganda o'zi yeb turgan. Ko'rishlari mumkin bo'ladi. Qulay bo'ladi. Hop, Azamatjon ikkovini bir joyga olishadigan bo'lsa 16 million 100 ming so'm. Kam bor. Yana kelishadigan joyi bor. Dastlabki xizmatlar ichida. Dastlabkasi vodiy bo'ylab qilib beramiz, xudo xolasa. Mana bir rivojlagan endi mollarni bir rivojga ko'rsatay. Keyin oxirida bitta narx aytasiz. Nech pul hammasi oxiriga? 9 tasini bir joyga olishadigan bo'lsa 14 million 700 ming so'm. 14 million 700 ming. Xudo xolasa telefon qilishaversa ish bitadi. Mollarimiz Telefon qurilmasini bemalol e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qadrli obunachilar, xudo xolasa mana videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir rivoj sekunda mana mollarni sizlarga tanishtirib berdik. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. 94 876 4009 ga aloqaga chiqaverasizlar obunachilarimiz. Ikkinchi nomerimiz 93 737 0094 ga aloqaga chiqib bemalol hammalarga telefon qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.